Toshkent shahridan shu orqamdagi ko'rib turgan kottejlarni 45 ming dollarga sotilyapti desam ishonasizlarmi? Ozgina yursangiz metro, shundoqqina yo'l yuzida joylashgan. Qarang, avtomobil qo'yish uchun parkovkalari ham bor, umuman muammo yo'q. Endi uyimizni ko'ramiz. Qarang, uyimizning ichiga kirib kelishimiz shunaqa yo'lak bilan boshlanadi. Bu tomonda prixoshka qilingan, qo'l yuvish uchun rakvina, двухконтурный kotyollar. Shuni ro'parasida bo'lsa, xonadonimizning oshxonasi joylashgan, o'zini mebel hamda texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonimizda umumiy yuvinish xonasi. Bu joyimizning umumiy maydoni 30 kvadrat, xonadonimiz bir xonadan iborat. Bu bo'lsa kattagina yotoqxona. Narxini 45 ming dollar so'rashyapti. Kelib sodalashuvering, yana sunnatiga baribir kelishtirib beramiz deb aytdilar. Xo'p, bu joyimizni siz xohlasangiz kvartirani qo'yib qo'yib daromad qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz nijiloy, xohlasangiz yashaysangiz ham bo'ladi. Egalari nomerini pastga yozib qoldiramiz, lokatsiya Telegram kanalimizda. Lokatsiyasi Sergeli tumani, shundoqqina Choshtepa yo'l yuzi, ozgina yursangiz Samo to'yxonasi va bu tomonimizda bo'lsa birinchi metro bekati joylashgan.